Shahrixonda jonli ijroda yagona bo'lgan Yoshlar birligi jamoasi bugun chiroyli xizmatlardamiz. Yana bir narsa, jonli ijroni Shahrixonda targ'ib qilib kelayotgan, mana shu yoshlarga motivatsiya berayotgan Abdulaziz Hakim hisoblanadi, xudo xolasa. Qolaversa, shu Shahrixonimizni yosh sportchilariga motivatsiya berayotgan, qo'ldan kelgancha yordam berayotgan Muzaffar Xolmatov akamiz hozirgi kunda ajoyib challenge uyushtirgan. Shu akamizga Tojmahal fitnessga borsalaringiz, kuzatib boringlar. Xudo xolasa payshanba kuni chiroyli prizlar, surprizlar bilan tomosha qilasizlar, kutib olsanglar. Payshanba kuni men ham ishtirok etaman. Ha, qolaversa yana bir gap, shu Hofizda ham mana shunday formalarga keltirishiga sababchi bo'lgan Muzaffar akamizga katta rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Ham sportda, ham san'atda mana shunaqa motivatsiya beradigan ustozlar ko'paysin. Muzaffar akam ham ko'pchilik biladi, jonli ijroda, lekin unga ham Shahrixonda teng keladigan inson yo'q. Hammalarga omad, payshanba kuni boraverasizlar. Tojmahal sizlarni kutib qolamiz. Hamma yaxshi kayfiyat. Qani